Shu desanglar bugun Germaniyaga Shavkat Cho'la qozonini qo'lab mehmonga keldilar. Meni ismim Shavkat. Toshkentda erkalab. Shavkat Cho'la qozonini qo'la deyshadi. Xullas nima deb chaqirsa, mehmonimizning qonlari och qolmasin deb spagetti taomini tayyorlashni boshlavardi. Ertalabdan uyg'urcha lag'mon yedim kelgan edi. Listimizga svetofor bolgarskiy, pomidor, piyoz, chesnok, оливковое масло, tuz va чесночный приправаlarni solib 200 gradusga 20 minutga duxovkaga jo'natamiz. Uyg'urcha lag'moni bo'lsa, ertangi retsept uchun o'ylab ko'rish kerak. O'ylab o'tirganim yo'q. Shartta samolyotimga o'tirdim-u, Urumchiga borib uyg'urcha lag'mon cho'zimman, uyg'urcha lag'monni tushirib keldim. Bo'lmasa bugungi ujinga italyanlarning lamonidan, ayog'i italyanlarning spagettisidan tatib ko'rasiz. Spagettilarimiz pishib chiqqunigacha tayyor bo'lgan bolgarskiy pomidorlarimizni ustki qavatini tozalab olamiz. Pichoq yordamida haqiqiy o'zbek kelini kuchini ko'rsatib, mijg'ilab maydalab olamiz. Biz unaqa maydalashib o'tirmaymiz. Xohlasiz tayyor blenderda ham maydalab olib, оливковое масло bilan ozgina qo'rib olamiz. 2 qoshiq shpayza kvart bilan 50 ml sut va xohishga qarab pesto sosidan sovolamiz. Darvoqe, bugun soat 5 da Fransiyaga samolyotim uchadi. Eyfel minorasida Zayniddin Zidan bilan kelamiz. Bir otamlashib noxat cho'ray ichishni rejalashtirganmiz. Bu germaniyalik soch italyancha spagettiga parmezan sir o'rniga mozzarellani ishlatilishini bilardim. Zayniddin Zidanning noxat cho'ray ishini birinchi marta eshitdim.